Assalomu alaykum. YouTube'dan bizani kuzatib boradigan qadrli aka-ukalarimizni har doim bizani narx-navo etishimizni ma'qullaysizlar, yaxshi ko'rasizlar. Bu videoda ham aynan Onyx avtomobiliga qilgan ishimizni narxi bilan aytamiz. Bu mashinani ko'rib turibsizlar, ko'zga yaqqol tashlanib turibdi. Buni asosiy sababi polirovka keramika xizmatidir. Bu avtomobil bizga kelgunigacha oldi kapotida azgina mashincha sepilgan joyi bor edi, pitnosi, shagreni bilinib izlari bor edi. U izlarni yo'qotib, chiroyli qilib polirovka qildik. Undan keyin keramika suyuqligini surib, mashinani shunaqa yaltiraydigan holatga keltirdik. Sizlarning mashinanglar ham kuzov qismida, sizlarning mashinanglarni ham kuzov qismida qirilgan, chizilgan joylari bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin. Mashinanglarni apparatda o'tganda chiziqlarni yo'qotadigan darajadagi hamma chizig'ini chiroyli qilib yo'qotib beramiz. Agar kraskasi o't-bo'tida, burchaklarida yoki nuqtalar paydo bo'lgan bo'lsa, ularni ham to'g'rilab beramiz. Bu mashinani ham kapotida chaqa-chuqalari bor edi, ularni kraskada to'ldirib chiroyli qilib bitirganmiz. Onyx avtomobili azgina o'tkazilgan. Haydovchi ukamiz mashinam boshqacha chiroyli bo'lib tursin deb o'tkazgan ekan. Undan keyin bitta ko'rdim deb, ukam, buni polirovka keramika qilmasang, bu o'tkazilganga yarashmayapti dedim. Aka, bitta yondiraylik dedi. Yongan holati. Ana endi ukajonim ko'chada harakatlanganini ham bitta ko'rsat. Harakatlanganda ham shunaqa chiroyli turadiki, voy, mashaalloh deyorasizlar-da. Shunaqa chiroyli. Yana boru passajni, ya'ni o'tkazilgan mashinalar manyovrligi ham ancha yaxshi bo'lar ekan. Endi buni sizlarga targ'ib qilib yormaymiz-ayu. Shaharda yuradigan bo'lsanglar, albatta bu narsa yarashadi ham. Yama kamroqda, shaharda, o'shancha. Xullas, avtomobilimizning harakatlanganda ham chiroyli bo'lishligi uchun, hattoki suvlarda ham o'tganda uncha-munchaga kuzovga suv yopishib qolmasligi uchun, loyqa suvlar yopishib, mashina kir bo'lib qolmasligi uchun polirovka keramika xizmatidan chiqazganmiz. Polirovkani o'zi mabodo keramikasiz qildirmoqchi bo'lsanglar, 1.600.000 so'mdan 2.5 million so'mgacha belgilangan. Keramika suyuqligini surib chiqazadigan bo'lsa, boshlanish narxi 3.600.000 dan 6.5 million so'mgacha belgilangan. Keramika suyuqligini qaysi birini ishlatishimizga qarab, narx-navosiga qarab va xizmat qilish muddatiga qarab narxlar belgilangan. Sizlarni ham mashinanglarni shunaqa yaltiratib, ko'zga yaqqol tashlanadigan va yoqimli holatga keltirish kerak bo'lsa, Comfort Tuning jamoasi sizlarning xizmatingizda. YouTube sahifamizga har doim obuna bo'lib va ikonka qo'ng'iroqchani bosib kuzatib turinglar, akalar. Hech bo'lmasa shu xizmatlarimizga like bosmasanglar bo'lmaydi. Chunki baribir ko'pchilik hozir betayin, bema'ni hayotdagi yomon narsalarni targ'ib qiladigan, o'zimizning millatdan chiqqan, shu adashib qolgan, bir miyasi sal boshqacha fikrlaydigan odamlarga like bosib yuribdi-yu, baribir. Kalta-kulta kiyganlarga ham like bosib olsizlar. Undan ko'ra haqiqiy mehnat qilayotgan, bizga o'xshagan ustalarga yoki bo'lmasam yaxshilikni targ'ib qilayotgan, innovatsiyaga harakat qilayotgan millatdoshlarimizning, olimlarimizning videosiga, yaxshi gaplariga like bossanglar, xudo xolasa millat sekin-sekin rivojlanadi. Umringlar uzoq bo'lsin, osmonimiz tezroq musaffo bo'lishini tilagan holatda xayrlashamiz. Salomat bo'linglar.